Avvalambor assalomu alaykum, hurmatli aziz o'quvchilar. Xo'p, mavzuyimiz kislotalar. Kislotalar mavzusi jiddiyroq mavzu. Asta-sekin jiddiylashib boryapti darslarimiz. E'tiborli bo'lasiz, e'tibor bermasangiz sizni qiynab qo'yadi. Lekin oson. Albatta, takrorlash orqali bu mavzularni yaxshilab mustahkamlab olsangiz, o'zingizga aynan tuzlar mavzusini yana ham chuqurroq va tushunarliroq o'rganishingiz uchun, eslab qolishingiz uchun muhim mavzu hisoblanadi. Kislotalar mavzusi. Kislota. Boshqacha qilib buni maktab darsligimizda, eski maktab 7-darslikda nordon suv ham deydi. Kislotalar, e'tibor berasiz. Vodorod, kislotalar ikki xil bo'ladi. Yoki birinchi ta'rifni berib olaylik. Xo'p, ta'rif. Metal atomiga almashina oluvchi vodorod hamda kislota qoldig'idan tashkil topgan murakkab moddalar kislotalar deydi. Xo'sh. Xo'p, umumiy ta'rifi quyidagicha. Yoshlar, kislotalar tarkibida kislorod bor yoki yo'qligiga ko'ra ikki xil bo'ladi. E'tiborli bo'lasiz. Kislota tarkibida kislorod bor yoki yo'qligiga ko'ra ikki xil bo'lar ekan. Misol uchun, kislorodsiz kislotalar. Kislorodi yo'q bo'lgan kislotalar. Nomi nima ekan? Kislorodsiz. Ikkinchi kislota borki, kislorodli o'z-o'zidan. Tarkibida kislorod bor. Mana bu markaziy element hisoblanadi. Albatta bu kislotalar. Kislorodli kislotalar. Bularni alohida ko'rib chiqamiz. E'tibor berib turasiz. Birinchi sinf demak, kislorodsiz kislotalar. Sinfda tarkibida vodorod hamda kislota qoldig'idan tashkil topgan. Va kislota nomi oxiridan id qo'shimchasi bilan tugaydi. Kislorodi yo'q va tegishli element nomiga id qo'shimchasini qo'shib qo'yasiz. Juda ham ko'p holat. Misol uchun, qarang. Ftorid. E'tibor bering, juda ham yodlash uchun ham qulay. Tegishli kislota xos qilgan element nomi ftor, kislorodsiz kislota id qo'shimchasi bilan tugaydi. Ftorid. Keyingi kislota H xlor. Xlorid o'zingiz ayting mana. H brom. Nomi bilan o'zi bromid. H yod. Yodid. Qarang. Id qo'shimchasi ketyapti. Yaxshi. Davom etamiz. HSN bor. Cyanid. Cyanid kislota id qo'shimchasi bilan. Cyanid. Cyanid bo'ladi. Mana bu i-a. Xo'sh, HS oltin yugurt SN borki radanid. Yoki H2S borki sulfid. i'ni yodlab oling. Sulfid. I mana bunaqa bo'ladi meni i'im. Yodlab olasiz. Hammasini oxirida id qo'shib, sulfid o'quvchilar. Xo'p.
yana muhim bir kislota borki, darsliklarda kelib qolyapti. HN3. Agar NH3 bo'lgani tushunarli edi. Bu ammiak edi. Bu gidrid, vodorodda 3 o'cham birikmasi. Bu ammiak edi, lekin HN3 borki, bu azid. Nimaga? Azid ekan. Bilib qo'ying, o'zingiz uchun albatta foydasi tegadi. Bu kislorodsiz kislotalar edi. Mana qarang, soni mana 1 2 3 4 5 6 7 demak 8 ta kislotadan siz bilan ko'rib chiqdik. Bularni yodlab olasiz. Yodlamasangiz yo'q. Kimyoda sizga non yo'q, bilib oling. Keyingi sinf borki, kislorodli kislotalar. Tegishli vodorod, markaziy atom hamda kislorod bor tarkibida. Ma'lum miqdorda. Y bu kislorod soni. Va N bu vodorod soni, X bu markaziy atom. Ular kislota nomi oxiridan ko'proq it, at tegishli qo'shimchalar bilan ko'proq keladi. Ko'p hollarda shunaqa. Per, misol uchun per xlorat, perxlorat, nitrat, hop. Va hokazo degan alt qo'shimchalari bor. Endi bular hozircha bizga muhim emaski, aynan ko'proq it hamda at qo'shimchalari bilan tugashini siz bilib oling. Yetadi. Qolganini yodlab olasiz, xudo xolasa. 8dan keyin 9-misol borki, kislotalarda umumiy sonni nechta yozganimizni bilib olamiz. 8 ta kislorodsiz yozdik. 9-si, ya'ni kislorodli kislotalar yozamiz biz. Misol uchun NO2 bo'lsa, kislorod soni 2 ta. Qarang. Nitrit bo'ladi. Qarang, it qo'shimchasi qo'shilyapti. Nitrit. 10-misol HNO3 nitrat. 11-si demak H2SO3 sulfit. 12-si 2SO4 sulfat. Va hokazo yana bir qancha misollarni biz yozishimiz mumkin bo'ladi. Ko'p bularni nomini yana keling, aynan kislotalarni va metalga almashishni oluvchi vodorod soniga ko'ra 4 sinfga aytamiz. Ana shu sinflarda keling takrorlaymiz. It, at, yana at qo'shimchalar qo'shilganiga to'yib qo'yasiz. Buni yodlab olishingiz kerak bo'ladi. Aynan kislotalar metal atomiga almashina oluvchi vodorod soniga ko'ra 4 xil sinfga ajratiladi, bo'linadi. Metal atomiga almashishni oluvchi vodorod soniga ko'ra 4 xil sinfga ajratiladi. E'tibor bering. Birinchisi Xo'p. Bir negizli yoki bir asosli deb atamiz. Bir negizli yoki bir asosli. Bir negizli, bir asosli kislotalar borki, tarkibida asosan bir dona vodorod atomi tutadi. Misol uchun, birinchi misol. Asha aytganimiz. Ftarik kislota. Ikkinchi misol. Xlorid. Uchinchisi bromid. To'rtinchisi yodid. Tarkibida qarang, e'tibor bering, bittadan vodorod bo'lyapti. 5-misolimiz
Yana o'shalar. Xo'sh. Bu nom nima edi? Eslang, sianid edi. 6-si H S N. Bu radanit edi. 7-si HN3 borki, bu nima edi? Azid edi. Bulardan tashqari o'qishlar. So'ng 8-misol. Endi bu kislorodli yoki kislorodsiz deyilmayapti. Metalga almashmovchi vodorod soni deyapti. Vodorod soni bitta bo'lsa bo'ldi. Kislorodli bo'lsa ham bo'ladi. Eslang. NO2 nima edi? Nitrit edi. 9-si HNO3 bo'lsa-chi? Nitrat edi. E'tibor bering. 10-si dedik, yana misollar ko'p albatta. Dedik, siz bilmagan. Gipoxlorid misol uchun. Bu kislota nonmagan gipoxlorid ekan. Gipoxlorid. Gipoxlorid kislota ham nechangi kislota? Bir negizli kislota. Sababi tarkibida bittadan vodorod atomi saqlayapti. Xo'p, tushunarli, bu qiyin emas. Bir negizli bitta vodorod tutib turibdi. Ikki negizli kislotalar bor. Ikkinchi misolki, o'z-o'zidan yoki ikki asosli. Tarkibida e'tiborli bo'ling. Ikkita vodorod atomi tutadi. Misol yozishimiz mumkin. Ikkita vodorod atomi tutadi. H2S. Eslang, sulfid edi. H2SO3. Nima edi? Sulfid. Bu id, bu it. H2SO4. Sulfat. Eslang. Yana ikkitadan vodorod atomi tutgan. H2 uglerod O3. Karbonat kislota. H2 kremniy O3. Silikat kislota. Va hokazo. Tarkibida ikkitadan uglerod saqlayaptimi? Yoki H2 xrom O4. Xromat. H2 xrom 2O7. Dixromat. Hokazo, yana bir qancha misollar yozishimiz mumkin va mana shu ikki negizli kislotalar umuman olganda bizda guruhimizda kislotalar jadvali tashlab qo'yilgan. Shunda juda ham ko'plab kislotalar. Bulardan tashqari men yozdirmagan holatda kislota jadvalidan bemalol foydalanishingiz mumkin. Tushunmasangiz so'raverasiz. Xo'p, bu ikki negizli edi. 3 negizli kislotalarga to'xtalamiz. O'z-o'zidan 3 negizli yoki asosli. Tarkibida demak 3 dona vodorod atomi tutish kerak. 3 ta vodorod bo'lishi kerak. H3PO4. Nima deysizlar? Ortofosfat desa ham, fosfat desa ham, o'rtasini qo'shmasa ham bu mana shu kislotaga to'g'ri keladi. Yodlab oling buni. H3 bor O3 borat kislota. H3AsO3 bor. Arsenit kislota bor. H3AsO4 bor. Arsenat kislota bor. Va hokazo tarkibida 3 ta atom vodorod atomi tutadigan bo'lsa, bu 3 negizli bo'lar ekan. Ko'p negizliklarga bir dona misol yozishim mumkin sizga. 4-misol o'z-o'zidan ko'p negizlik kislotalar. Ko'p negizli yoki ko'p asosli. Ko'p asosli kislotalar. H4P2O7 juda ham ko'p keladigan. Nomi
pirofosfat. Hokazo yana bir qancha kislotlar borki, tarkibida vodorod soni 3 tadan ko'p bo'lsa, demak bu nimalar kirgan? Ko'p negizli kislotlarga kirar ekan. Xo'p, bu 4-kislotlar sinfi edi. Sizlar bilan 3 negizli ko'rib chiqdik. 2 negizli ko'rib chiqdik. Tarkibida ikkita vodorod bo'lgan va 1 negizli kislotlarni ko'rib chiqdik. Tarkibida bitta vodorod saqlagan. Va siz uchun yana bitta muhim ma'lumot aytib o'taman. Tarkibida H3PO2 degan kislota bor. Nomi gipofosfit kislota. Borki, bu yaxshilar 1 negizli kislota bo'ladi. Necha? 1 negizli. Domla. Tarkibida 3 ta vodorod bo'lsa 3 negizli dedingiz yo'q. Nimaga endi buni 3 ta vodorod bo'lsa ham 1 negizli kislotar sinfiga kirityapsiz? Sababi biz negizli sinflarga ajratayotgan paytimizda aytdik, metal atomiga almashina oluvchi vodorod soniga ko'ra, metal atomiga almashinuvchi vodorod soniga ko'ra negizlarga ajratiladi, 4 ta xil sinfga ajratiladi dedik. Endi mana bu 3 ta vodoroddan demak 1 negizli kislotar sinfiga kirityapmizmi? 3 tadan 1 donasi xolos metalga almashinadi xolos. Qolgan 2 tasi esa metalga almashinmaydi. Misol uchun mana bu strukturasi quyidagicha bo'ladi. Buni men yana alohida aytaman, ko'rsataman. Mana bu vodorodgina metal bilan o'rin almashishi mumkin. Lekin mana bu vodorod atomlari metal bilan almashilmaydi. Ayni bir donasi 3 ta vodoroddan 1 donasi metal bilan almashingani uchun bu 1 negizli bo'ladi. Xo'p, H3PO3 degan kislota borki, nomi fosfit kislota. Bu esa 2 negizli bo'ladi. Uje sizga hozir 1 negizli kislotani gipofosfit aytganimdan keyin sizga uje xulosa keldiki, demak 3 ta vodoroddan 2 tasi metalga almashina oladi. Qolgan bittasi esa kislorod bu fosforga to'g'ridan to'g'ri bog'langanki, bu metalga almashinadi. Mana bular metalga o'rin almashishi mumkin. Istalgan bir metal bulardan joy so'rasa berib oladi, lekin mana bu vodorod atomi o'rnini bermaydi. Va bu necha negizli kislota bo'ladi? Shunda 2 ta metalga o'rin, misol uchun 2 ta vodorod metalga o'rnini bera oladi xolos. Shuning uchun bu 2 negizli kislota. Demak, ana shu ikkovining farqiga borib olsangiz, qolganini vodorod soniga qarab qo'yaverasiz ekan. 3 ta vodorod bo'lsa ham bu 2 negizli kislota ekan. 3 ta vodorod bo'lsa ham bu 1 negizli kislota ekan. Mana shunday qilib kislotalar negizli turlarga ajratiladi. Muhim kislotalar mavzusi shulardan iborat edi. Bizda kislotalar jadvali bor, guruhga tashlangan. Ana shu kislotalarni siz yodlashingiz shart va majbur o'quvchilar. Chunki bundan keyingi mavzuyimiz tuzlar mavzusi uchun kislotalarda tarkibini, vodorod atomlari sonini va kislota qoldig'i bo'lgan vodoroddan keyin keladigan qismda siz ko'rinishini albatta yoddan bilmasangiz, tuzni siz hosil qila olmaysiz. Va aynan shu o'tilingan oksid asos kislota mavzusi bo'yicha, sizga muhim topshiriq tashlab qo'yaman guruhga. Bularni topshiriqni bajarib, ertaga jonli efir darsimizda o'tilingan mavzuning tahlili va ana shu topshiriqni sizdan so'rovi bo'ladi. Men sizdan so'rab olaman. Ana shuning uchun e'tiborli bo'ling va albatta topshiriqlarni o'z vaqtida bajarib boring o'quvchilar. Hammalaring e'tiborlaring uchun rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sizlar bilan sizni kimyo fani o'qituvchingiz Obloyorov Sardorbek bo'ldi. Siz uchun qo'limdan kelganicha darslarni yana ham sifatliroq, yana ham davomliroq o'tishga harakat qilaman. Albatta qo'llab-quvvatlab turing. Do'stlaringizga albatta bu yaxshilik darslarni ilining va shu orqali menga qandaydir ma'noda yordam bergan bo'lasiz darslarimizni kengroq yoyilishi uchun. Rahmat, sog' bo'lasizlar, salomat bo'linglar.